Bilasan menda boshqa niyat, qadriyat. Блять, iltimos, пожалуйста, только не говорите, что кто-то слушает это говно. Sizlarga mabodo anaqa tuyulmayaptimi? Anu hamma narsaga просто ko'z yumishga, mayli, xohlaganini ishini qilsin deydigan xalq bo'lib qolganimizdagi tuyulmayaptimi mabodo? Xuyovoy ashula ijodingizga omad. Dalbanutый Vine, bachkana Vine, ijodingizga omad. Yana nimadir cringe narsalar ijodingizga omad. Manmaqalani cringe deymiz da, ya'ni blogerlarni misol uchun oddiy Samsung Android telefonlarga Vine olayotgan, lekin ma'noli narsa olayotganlar, lekin biz uchun cringe da, diniy kontent qilayotgan bolalar misol uchun, og'aynim banday qullar ham misol uchun ko'pchilik cringe deydi. Lekin uzr, manmaqa cringe emas-da, ular. U cho'ta zamon sekin yana alishyapti boru. Tavba qildim. Realno, mana bu narsa men uchun говно. Menimcha juda ham ko'pchilik uchun говно. Kommentiga kirsam men qoyil qolaman. Liba odamlarni qulog'iga chichib qo'yishgan, liba bilmadim. Yo, vkusiga ham chichib qo'yishgan. Chunki sog'lom odam bunaqa ashula eshitmaydi. Idealniy пример. Короче, sani onging mana bu. Musor konteyneri. Sani ongingdagi narsa mana bu. Do you understand, my brother? O'shaning uchun sani onging mana manmaqa bo'lish kerak. Mana manmaqa eko narsalar bo'lish kerak. Tam toza havo, daraxtzor, chiroyli manzara. Sani onging shunaqa bo'lish kerak. Mana bunaqa cringe narsalar bilan to'lish kerak emas, my friend. Sen bilasan, menda boshqa niyat, qadriyat. What the fuck? Qadriyat. Q. Sen bilasan, bu xuddi borib daraxtdan bayi bitti yulib limon suvi aralashtirib pomidor qo'shib qo'yganga o'xshaydi, aytib qildim. Bunaqa salatni men ham qilib berardim.